Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, hurmatli vatandoshlar. Andijon moshina bozorida mana kechki bozorga sizlarga Damas narxlarini qator obzor qilib beramiz. 22 ni. Assalomu alaykum. Hozir yaxshimisiz? Salomatmisiz? 90. Redline absobkalar taqilgan, 2022-yil ishlab chiqarilgan, holatlari yaxshi holatda turibdi. Qalpoqlar taqilgan, chexollar tashalgan ekan mana. Polilari bor, chexollar ham tashalgan. Pulini qancha aytdingiz aka buni? 5800 not berasiz. Bozor qancha qildi buni? 56 ga beraman. Kechki bozorga qancha qilib beraverasiz endi? Oxirida aytavering. 57 ga beramiz. 57 gami? Nomer aytib o'tasizmi? 93lik, 95lik, 93lik, 93lik, 255, 255, 55, 55, 44. 44 raqamga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalarining o'zlari beradi. Beramiz. Yana beriladi. Nasiyaga ham chiqadi. Yo'q, nasiyaga. Faqat naqami. Faqat shularmi yana bormi? Keyin Qaysini qo'yib yuboraylik? buni ham qo'yib yuboramiz 20. Xo'p, 2020-yil ishlab chiqarilgan, kraska toza ham. Gazi bor. Parokilar qo'yilgan. Pulini qancha aytdinglar buni? 226 ming yurgan. Holat yaxshi. Puli necha bo'ladi? 5000 not beramiz. 5000 dollar kami bor ekan 2022 ni 5000 not beramiz. 20. 20 mi? Bozor qancha qiladi buni? Buni endi oldi-yu. Endi oldinglarmi? 5000 not beramiz. 5000 not berasizlar, ha? Qancha ko'ngildagi narx yaqinlashtirib ayting. Endi egasi kelsa o'tib beramiz. Hozir oldinglarmi? Ha, hozir oldik. Tayyorlangani yo'q hali. Lekin 13 balon hamma yo'g'i qo'llari bor. Sirazi bugun erta olaman deganlar bo'lsa, qancha qo'yib beraverasiz ustiga? Olgan sumangiz bilan qo'yadigan sumangizni aytsangiz, tezroq sotiladi. Shuni aytsangiz anaqada Dangalni aytib qo'ying, tortishmaydigan qilib. Kechki bozor-u. Aytavering. 49 ga beramiz. 49 ga. Obunachilar 49 ga dangali beraveraman deyapti. Tortishmay olaverasizlar bemalol. Nomer aytib o'tasizmi? 93lik, 93lik, 255, 255, 55 44. 55 44 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni egalari beradi. Mayli aka, bozoringiz bersin, salomat bo'ling, xo'p bo'ladi. Hurmatli obunachilar, telefon qilaverasizlar bemalol egalariga, to'liq ma'lumotni egalari berib o'tadi. Bemalol. Aka sizdanmi bu? Bizdan aka. Qo'shsak bo'laveradimi? Bo'lmaydimi? Ha, bo'ldi aka. Hop, qani ketdik, kechki bozor Damas narxlarini qator obzor qilib beramiz. Hop. Akalar bu sizlardan olib qo'ysak bo'ladimi? Ular zayni tegan obunachilar. Kechki bozor darshi mashina ham qolmadi. Imkon qadar endi arzonroqlarni terib olib beraylik degan maqsadda kechroq syomkaga chiqdik. O'zimizga ham ishlarimiz bor edi ozgina. Hop. Egalari bu yoq zaynat ekan. Qani bu yoqdan boshlaymiz bo'lmasam. O'sha barakasi bo'lyapti shekilli ko'p mashinani. Qani ketdik. Olib qo'ysak bo'ladimi aka? Sizdanmi? Qo'ysak bo'ladimi? Sotildimi? Qanchaga sotildi? 5000 ga oldingizmi? Yili necha ekan? 2019. 90 ming probek. Kraska toza. 5000 ga tushdi 2019. 5000 ga oldim. Xayrli bo'lsin. Rahmat. Aha. 5000 ga 2019 baraka bo'pti. Obunachilar qiziqqanlar bo'lsa mana akamiz olibdi. Aka, xayrli bo'lsin. Aha. Obunachilar, kechki bozor uncha mashina ham yo'q ekan. Qaranglar mana odam ham kam, mashina ham dalchi yo'q. O'shani hisobiga video to'xtataylikmi desam, u yoqda yana mashinalar ko'ryapti. Ulardan biri to'da qolib imkon qadar chiqarib kanalimizga sizlar uchun albatta bittadan like bosib kanalga podpishka qilib obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'proq odam ko'radi videolarimiz. Obunachilar, albatta malol kelmasa, bosinglar like'larda ham. Akalar qo'shib qo'ysak bo'ladimi? Yili necha ekan buni? 2023-yilda ishlab chiqarilgan, holatlari tiniq. Kraska tozami? Probegi qanaqa buni? 71 ming. 71 ming yurgan, holati yaxshi turibdi. Pulini qancha aytdinglar aka? 6300. 6300. Bozor qancha qildi? So'ralgan ketdi endi. Telefon qilib so'rasang kelishtirib beramiz. Aha, nomer aytib o'tsangiz? 88lik, 88lik, 431, 431, 17 17, 27. 17-27 raqamga telefon qilasizlar, batafsil ma'lumotni egalari beradi. Gen berasizlar ha? Gen ham beriladi obunachilar. Salom mana, kilanka holati turibdi. Qiziqqanlar bo'lsa. 71 ming yurgan ekan 2023 kraska toza. Aloqa hech ko'rasizlar qiziqqanlari. Bu yoqda mashina kam ekan. Qani ketdik. Hurmatli obunachilar, iloji bo'lsa malol kelmasa mana Zafarbek hoji akamizni ham ko'rdik. Ana o'tiribdi ekan.
Hormayapsiz tog'a. Assalomu alaykum. Voy tog'a, salomatmisiz? Yaxshi borib keldingizmi? Omonmisiz? Kayfiyatlar qalay? Damas syomkalarini boshladik. Nech pul ekan endi bu? Bu mashina 5400 ga beraman. 5400 ga? 23-yilda ishlab chiqargan 90 mingdan. Aha, kraska toza. 2023. 90 ming yurgan. Nimaga arzon bu? Hamma yo'q bu. Puli nimaga arzon? Hozir u yerda 2019da 5000 ga olibdi bittasi. Bitta gap aytib, men hozir tog'ayman, tanisizmi? Sizni taniyman, aytavering. Menga jicha qolsa bo'ladi. Aha, Farqi bor-da. bo'ldi. Ozgina qolsa bo'ldi menga. Foyda $500 qolish shart emas menga. Bo'lish qancha? 5400 ga. Naq sanasa beraverasiz. Holatlarni ko'rsatib o'taman obunachilar. Kraska toza 2023 5400 ga beraveraman deyapti, qaranglar. 5400 deyapsizmi, 4400 mi? 5400. 5400. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Ha, 4400 deb o'ylab pandashib ketibman shekilli, xayol ketib qoldi tosh tog'a. Ketmadi, juda 5400 ga birov bermaydi. Reklama olib kelyapman tosh tog'a, charchab keldim. Holatlari yaxshi obunachilar qiziqqanlar bo'lsa 5400 deyapti-kan, men 4400 deb o'ylab pandashib ketibman. Nargam sizdanmi? Ha, bu ham endi 25 bu. 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Pullari qancha? Buni puli 6800 ga beraman. 6800 ga beraveraman, 2025-yilda ishlab chiqarilgan deyapti. Chexollar taqilgan, holatlari yaxshi. Udar holatda turibdi desa ham bo'ladi. Yangi deb mana olasiz, chexol pexol tashlaysiz. Poni ashkalar qilingan. Tomlar ham qilingan menimcha. Holati zo'r obunachilar. O'ta. Balonlari ham bir sezonga bemalol yetaveradi mana. Nasiyaga chiqadimi, naqmi? Naq. Faqat naqqa berilar ekan obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa nomer aytib o'tasizmi? Ha, 99lik. 99lik. 781 781 90 90 69. 69 raqamlarga telefon qilinglar, batafsil ma'lumotni Tosh tog'amiz o'zlari berib o'tadi. Navbatdagi Damaslarimiz obunachilar 2025-yilda ishlab chiqarilgan 6,5 ming prebegda ekan. Toza deyapti egalari kraskalarni, chexollarni ham mana udorlarini taqib qo'yishgan ekan. Polilar tashalgan, remen polilar. Salon holatlari, ashkalari qilingan, holatlari yaxshi. Pulni qancha aytdinglar aka? Puli? Puli 78 dan beramiz. 7800 dan kelishadigan joylari bor, ha? 7800 dan beramiz deyapti egalari. Holati yaxshi mana. 2025-yilda ishlab chiqarilgan ma'lumotlarni berdim. 90lik 622 17 66 raqamiga telefon qilaverasizlar. Bu yoqda 2025 9000 yurgani ham bor ekan mana. Siz olmayapman hojopa, Damas olyapman. Bo'ldi. 2025 ishlab chiqarilgan 9000 yurgan kraskalar toza lyuks ekan. Nasiya savdo asosida variantga ham beraveramiz deb egalari mana. Buni ham chexollari mana, udar chexollar ekan. Holatlari tanaga obunachilar. Buni puli qancha ekan akalar? Buni puli qancha aytdinglar? 78 dan beramiz. Buni ham 78 dan berishar ekan obunachilar. Qiziqarlar bo'lsa aloqaga chiqib ko'rasizlar. Holatlari yangidek turibdi. Nomerlari o'sha mana. 90lik 622 77 66 raqamlariga telefon qilasizlar. Bemalol xarid qilsanglar bo'laveradi. Akalar nasiyaga qancha bilan chiqadi bu eng oxiri? 3000. 3000 bilan, ha? 3000 pulinglar bo'lsa, nasiya savdo asosida bemalol ikkosini kelishsanglar bo'laveradi. Aloqaga chiqib ko'rasizlar qiziqqanlar bo'lsa. Mayli aka, salomat bo'linglar, charchamanglar. Hurmatli obunachilar, Andijon Damas bozoridan sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan videolarimiz shu edi. Xudo xolasa keyingi videolarda ko'rishamiz. Sizlar bilan Qudratulloh bo'ldi. Xayr hammaga. Like bosinglar, kanalga podpiska qilinglar. Xudo xolasa har bozordan sizlarga qiziqarli qilib arzon mashinalarning narxlarini obzor qilib chiqarib boramiz.